Assalomu alaykum, ekipaj ishqibozlari. Bugun hamma kutgan video bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Sababi gibridimizni mana shunday chiroyli Euro Remote bo'lgan uylarda sizlarga realniy sinab ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, hozir biz nima ishlar qilamiz? Yoqamiz, tutun chiqadimi yo'qmi uni ko'rasizlar. Xo'p, va montajlarini ko'rsatib beramiz. Qanaqa montajlar bo'ldi va qanaqa istayapti. Mana bu rengenli tester yordamimizda gradislari qanchada isyapti, boshqa bo'lyapti, hammasini hozir sizlarga bir boshdan tomgacha ham chiqib, qaytlarda qanaqa montajlar bo'lgan, mana chiroyli uyga qanday chiroyli montaj qilinganlarini sizlarga hammasini to'liq informatsiyasini beramiz. Hozir buni yoqamiz, kanalda qolib turasizlar. Hozir yoqish jarayonini ham sizlar bilan birga shu ko'rib borasizlar. Birinchi o'tin sovolamiz, maydaroq o'tin sovolamiz. Undan keyin yana ham sal yiriroq o'tin savolamizda ustiga deylik 5-6 ta piyoladek ko'mirlar sovolamiz. Va og'zini yopamiz. Bu yerdan yoqiladi. Yoqilishdan oldin bu yerda 10 sm ochib olamiz. 10 sm ochib olamiz. Yonib uylarni isitib olgandan keyin 1 sm ekonom rejimga qo'yib qo'yamiz. Shunda ekonom qilib chiroyli bo'lib yonib beradi. Yo'q, ko'ramiz. Hozir telefoni bor ekan, yonib ketdi. Agar mabodo bu yoqdan nima deydi? Nima chiqsa, nima deydi? Tutun chiqishni boshlasa, mabodo, chunki hali karnay sovuq, tiyagasi yo'q unchalik. Shuning uchun mabodo bu yerdan tutun chiqishni boshlasa, bu yoqda yopib, bu yoq ochiq turadi. Shunda metan havo tortgan hisobiga tutun chiqmaydi. Tiyagasi yaxshi ekan. Yaxshi tiyaga bo'lyapti. Bo'ldi, endi bu yerda yopib, bu yerda ochib qo'yamiz. Iloji boricha qonun qoidasi bilan foydalaninglar. Bu pechka oddiy dumaloq pechka emas. O'zining qonun qoidasi bilan ishlangan fizika qonunlari bo'yicha. Agar o'sha fizika qonunlari bo'yicha ishlaydi, yaxshi, chotki. Faqat sizlar ham qonun qoidasi bilan yoqsalar, umuman 1 gram ham tutun chiqmaydi. Endi remontlarga endi bilasizlar, juda ham katta pul ketyapti. Remontlarning rasvo bo'lishini biz ham xohlamaymiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. O'shuning uchun qonun qoidasi bilan. Xo'p, mana bu yonishni boshla. Qanaqa yonyapti ekan deb bu yerda ochish mumkin emas. Chunki baribir karnay sovuq bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bu yerda ochganda bir tomchi bo'lsa ham tutun chiqadi. Shuning uchun iloji boricha bu yerda ochib ko'rishni umuman keragi yo'q. Agar yonishini ko'rmoqchi bo'lsalaring, pastki eshikni ozgina ochib, mana bu yopib turib, yiqsalaring mana. Agar bu yer ochiqligida bu yerdan tutun sal chiqmoqchi bo'ldi. Ko'ryapsizlar? Bu yerda yopib turib, bu yerda ochsalaring, uje tutun chiqmayapti. Qaytib kiryapti. Chiqmoqchi bo'lgan tutun qaytib kirib ketyapti. Mana. Qonun qoidasi bilan ishlatamiz. Iltimos. Keyin yana muhim nima? Biz iloji boricha ogohlantiramiz. Qo'ldan kelgancha qish kelyapti, o'rtoqlar, qadrli vatandoshlar. O'sha qish kelayotganda umuman texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligiga, qonun qoidalariga iloji boricha amal qilinglar. Gugutni yoqqandan keyin tez yonuvchan nimalarda, nima deydi, vositalarda bu yerga yoki bu yerga qo'yishlik mumkin emas. Xo'p, hozir gibridimiz yonib oldi. Xo'p, gibridimiz yonib oldi. Endi gradusni ko'rsatinglar. Bitta gradusni ko'rsatamiz. Xo'p, gradusimiz xo'sh 15 gradusda turibdi. 15 gradusda. 16-15 gradusda turibdi. Endi xo'p, havoning harorati Farg'ona Qo'shtepada 18 gradus beryapti. Xo'p. Soatimiz 11:50. Juma kuni olyapmiz bu videoni. Endi biz buni hozir yoqamiz va jumaga ketamiz. Jumadan qaytib kelib videomizni davom ettiramiz. Jumada birda kelsak, xo'p, qanaqa rezultatlar bo'ldi? Hozir bunda sizlarga xonaning harorati, nimani haroratlarini hammasini ko'rsatib ketaman va undan keyin qaytib kelib, polniy sistemalarda qanday ishlangan, nima qilingan, hammasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p, hozir radiatorni bitta o'lchamiz, pechkani bitta o'lchamiz. Nimani termometrni ko'rdilaring nechiligini? 15-16 da turibdi. Xo'sh. Xo'p, ozgina nima chiqyapti? Bu kraskasi bor edi. Kraskasi ozgina yonib olish kerak. Yonib iloji boricha shuni tashqarida yoqib kraskasini eritib o'ziga reaksiya kirgizib yopishtirib olsa ham yaxshi bo'ladi. Xo'p. Buni yoqaman. Xo'p, pechkamizni yaqinroq ko'rsatasizlar. Mana pechkani qayt-qaytlari yaxshi energiya chiqarayotganligini ko'rsatib turibdi. 433 ko'rsatyapti bu yeri. Xo'p, bu yeri necha ko'rsatyapti? Xo'p, bunisi
379 shunaqa ko'rsatyapti. Aylantirib oldi. Xo'p, motorni suqmagandik, motorni suqdik. Balandroq yoqqan ekanmiz, уже 70 ga chiqib ketdi. Motorni hozir suqdik. Gradus 30 ga tushdi, radiatorlar ishlashni boshladi. Xo'p, soatimiz 11:56 bo'ldi. Xo'p. Mana radiatorlarda teva qismiga уже issiq suv kelgan. Issiq suv kelibdi. 67 ko'rsatyapti. Hali issiq suv keldimi? Ha. Qanchagina kelibdi? Motor tezda aylantirdi. Buni ko'rsatgin. Mana issiq suv kelib kirganini ko'rsatyapti. Juda ham nihoyatda chiroyli montaj qilingan. Ya'ni devorning ichidan tom-tom kelingan. Ularning ham montajlarini to'liq ko'rsatamiz sizlarga. Bu ham yaxshi normalniy isibdi. Bu yerda bu xonada o'sha 3 ta radiator. Oldin bilsalaring shorts video qilganman shu xonadonda remont bo'lishidan oldin. Kelib ko'ring, yaxshi chiqdi, zo'r chiqdi degan uchun kelib ko'rib video qilib nima qilgan edim. Shorts uni o'tib ko'rsalaring ham bo'ladi. Bu yerda bitta xona, yotoqxona bor va uni ko'rsata olmaymiz. Lekin u yerda bitta radiator bor, hisoblayverasizlar. Va bu yerda 2 ta radiator, 3 ta radiator o'zi koridorda isitayapti. 4 ga 3 xonani isitayapti. 4 ga 3,5, bet 5 ga 3,5, 5 ga 4 mikin shunaqa xonadon. Va 2 ta radiator bemalol isitayapti. Hozir uni rezultatlarini ham, rasxodlarini ham sizlarga ma'lumotlarini berib boramiz, xudo xolasa. Xo'p, soatimiz 14:37 bo'libdi. Biz jumadan qaytdik. Xo'p, pechkani holati ozgina cho'k qolgan, bir 2 kilomi, 3 kilomi ko'mir tashlagandik, xolos. Gradusini ko'rsatib qo'y. Xo'p, endi sistemasi haqida ma'lumot beramiz. Bu gibridimiz bashi bitta 2 ga 8 yoki 9 joyga o'rnatilgan. Bu shu yerda isitishga mo'ljallangan va bu yerda yotoqxona, ma'lum sabablarga ko'ra uni olmaymiz. U yerda bitta katta radiator bor. Va u yerda 2 ta radiator bor. Nari xonamizda endi pechkamiz qanday sistema bo'lgan? Bu yoq tarafdan podachisi chiqyapti. Tomga chiqib ketgan. Tomda rashitini bor. Buni tomga chiqib hozir ko'rsatamiz. Va bu dimoxod chiqarilgan bunday. Xo'p, podachisi tomga chiqib turib, mana bu xonadonga, mana bu xonamizga bitta nima bergan? Podachi bergan, ya'ni issiq suvni bergan va bu xonamizni ham hozir ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, bu yoq tarafdan podachi kelgan. Mana podachi. Podachi kelib, bu yoqqa kirib, obratkasi bu yoq tarafdan devorga kirib, stashkaning tagiga tushib ketgan. Va borgan u yoq tarafga. Bu xonaga kirib, yana pechkaga qaytib borgan. Hozir radiatorlar ko'rsataman sizlarga. Radiatorlarimiz issiq. Ko'rinib turibdi. Mana. Narigisi ham mana issiq turibdi. Endi hozir necha gradusligini ko'rsatib qo'y, shu ozgina yonayotgan joyda, ozgina cho'qqi qancha turibdi? Xo'p, 50 gradusmi, qancha gradus? 50 gradus. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi sizlar bilan tomga chiqib, tomda qanday sistema bo'lgan, qanday utiblit bo'lgan, shuni ko'ramiz va videoni tugatamiz. Hammaga rahmat. Kanalda qolinglar. Hozir tomga chiqib, rashitini boklari qayerga joylashgan, podachisi qanday utiblit bo'lgan va qayerlardan qayerga kirgan. Podachisini tomdan ketkizgan, nihoyatda qulay bo'lgan, remontlari ham unaqa korpusi va akkuratniy bo'lgan sistemasi. Hammalaringga shunaqa sistema qilishni tavsiya qilaman. Shu videoni ustingizga ko'rsatasiz, qanday qilinishi kerakligini qilib berishadi. Albatta sizda ham effekt beradi inshaalloh. Xo'p, endi tomga chiqamiz. Tomga chiqdik akalar. Xo'p, bu yerda qanday bo'lgan? Podachi mana mo'ri, ko'rib turganlaringdek, podachi shunday chiqib, mana rashitini bok. Rashitini boklarni ham chiroyli qilishib, qaynab ketadigan bo'lsa, mabodo pastga tushib ketadigan qilib qilingan, utiblit bo'lgan. Xo'p, podachi chiqyapti, rashitini bok rashat qilyapti va uklonni ko'ryapsizlar akalar, uklonni ko'ryapsizlar. Xo'p, tomda musichalar bular. Xo'p, bu uklonni qaranglar, shunaqa chotki qilib uklon qilib olib ketishgan, unaqa katta ham emas uklonni. Xona bu joyi oxirgisi. Devorning ichidan tushib, bitta podachi, ikkita podachi, uchta podachi, uchta radiatorga shunday qilib qilingan. Utipliti ham shunday utiplit bo'lgan. Ammo pastdagi narsa nima? Bu pastdagi narsa bu suv bochkaniki, suv bochka shu hamma yoqqa suv yetkazib beradi. Buni ham utiplit qilingan. Xo'p, bizda yotoqxonaniki, xo'p, keyingi mehmonxonaniki ikkita radiatorga podachi tushgan. Obratkasi stashkani tagidan kelgan. Buni endi ko'rsatish imkoniyati yo'q bizda hozircha. Xo'p, avval qilib nima qilingan? Dimoxod qilingan. Bu dimoxod asbestda davom ettirilgan, yaxshi. Kondensat
bo'lmaydi, ancha-muncha kondensat bo'lmaydi. Mana, xudo xolasa chiroyli bo'lib, sistemasi nihoyatda chiroyli qilingan. Yana ham tavsiya qilamizki, mana utepliklarni boshdan oxirigacha двойной, тройной qilishlikda. O'shanda ko'mir nimasi rasxodi kamayadi yana ham. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.